Sen demek tatlı da. Bizning tasdiq qanasan o'g'irlikchi ishga haqqim yo'q. Kechiring, bu asal bana bekletib ketdi. Qarim yo'q. Men o'z emgak mevamni qo'g'dayman. Sen ho'rin oshko'z insonlar ziyon so'lasan. Seni jazolash kerak. Ma'qul. Bosh qilib bir necha qilib, endi asal herkes o'g'irlikchi yemayman. Mushuning bilan necha qitim bo'ldi. 90 kilolar bu uzun tranning adini beraylik. Sen örsi pek yamanken, baron imiş kulağına çıkı tekkendi. Uqmayman. Baldı çakmakla. Oy can. Oy çakmakla. Hoşum gide çakmakla. Oy can. Ben bu çıksam verip ağzı saçamını çakırıp geldim. Ma'qul. Solarsın çıktı gibi soğuda çıkıvasa çidi kılamaydı. Kulağına çıkı döydünüz. Birdemçiden ağzı hazırlık geldi. Yüzümge kara. Alice, kim o? Chapsan, baronni qutuldirib eling. Nari og'rib qopti. Men to'g'ri ilib olay. Hasalar chiqyapti. Ha, yana asal o'g'irlabdi-da, xo'p bo'pti. Ma'qul, to'g'ri ilib olay. Bimbo, uni harla. Qattiq chiqibdimi? Ha, yuzi ishib ketibdi. Bo'ladi. Doktorxonada buni davolaydigan to'g'ri bor. Berib akilay. Birdan tilkilaman. Saqlab turg'in. To'xta, jim tur. Men sana minay. Ma'qul, shunda qilsak tezroq boramiz. To'xta, jim tur.
bilemse, cevap ver. Ayo. Vah. Ulan geldi. Tez bolaylı. Ay, qara seni. Nemiş qaharlarına qasını oğruldum. Ben sabahını kabul kılımen. Bırak sen bilmeyse ben Hasan'ı bırak. Hasan kesemle Hasan'ı tutup alamayın gelme şu. Ben doğrusu gep koyay. Tez sakaysan. Havayla bırak. Her bir işim var. Bir kıpırmak çatlayman. Ağırdı değil mi? Mana. Mana tügüdü. Bırakıdın çırayla hop gettim. Bana koymuşturan. Belki yarışıda olmasa. Ağır kırı doktu diye. Şimdi bitiririz. Buna bizi alıp bu çok çömez. Oldu kırılar ola. Oldu. Oldu kulasın ola. Silahımı bende gelselge amına koysana. Bana uşundak bu kalı silah. Hey, vallahi uşundak terbiyelemse. Ondan resmi işke hemen amına. Bunu da bize yıkla. Şundak. To'g'ri, buning deb sürgülek nemisi var? Hammaylar biladi. Bo'lmasa, sen bundoq samirib ketarding. Bolalarga bema'ni gaplarni qilmay, foydali gaplarni o'rgat. Nima? Ben bilmem gap qildimmi? G'alati ish bu. Nimaga teriksa, kim tishini tagdi, ha? Kim tishini tagdi? Kaçırgan, kayıtım cahil Hasanlar çıkım oldu emasmi? Çok mesele o'g'irlabsan da. Kelasin bak, sana birinchi darsni o'tay. Kela. Xo'sh. Avaylacı mı? Nimdigan yaxshi, pek yaxshi bo'ldi. Onun uchun xo'sh bo'lyaptiman. Kela bari, biz yugurishaylik. Sen bak, tezroq man. Maqbul. Hay, yo'lda desib qolmanglar. Xayr, xo'sh. Sen bak, sekirmay asta mangasa, uqdingmi? Maqbul. Sen bak. Endi tushundingmi? Sana degan har bir eg'iz gapimni esingda mahkam tut, ha? Ben yaxshi o'quvchi bo'laman. Yaxshi, o'lja izdiganda barliq sezgilarni ishga solish kerak. Biz avval birinchi sezgimizni, ya'ni pura sezgimizni ishga solamiz. Pura sezgimizni Uningga tayinib o'lja izlaymiz. burnimga purdi. Yaxshi. Burnimga toshqan turgandek qildi. To'g'ri, ammo burniga purganligi uni tutvoqning emas. Men yana sana toshqanning purqiga agishib, uni izini tepishni o'rgataman. Ma'lum yupurmoqqa qara. Yupurmoqqa nim bo'pti? Toshqan tishlabdi. O yiqin atrofda o'xshaydi. To'g'ri, purqiga agishib izlaylik. Kilaydi to'q. Toshqanning o'zi. Saqlaylik. Ular hemen çıkıdı. Esnada bo'lsin. Cho'qim sabrchan bo'l. Ularni baribir tutamiz. Çok sonchiq. Endi toshqanni unutib ketdi. O, nimishqa? Men yana sana boshqa hayvonlarning purug'ini barakatishni o'rgataman. Mak. O binbo'kan. Yo'q. Esingda bo'lsinki, bu faqat bir bug'ning purug'i. Binboning purug'i emas. Shuni esingda bo'lsin. Har xil hayvonning purug'i har xil bo'ladi. Onun nerdigini biligini bulamdı. Hozir u o'stan bo'yda qarindoshlar bilan erishyapti.
Hammasi bu yerda ekan. Ulan nemişki uruşudu? Kimning kuchli ekanligini bekitish uchun moral kuchlikka bo'ysunadi. Moral uchun ursa, ulan bek ahmoqkan. Yo'q, bu qonuniyat. Bo'g'la topiga faqat birla bo'g' boshlamchilik qiladi. Moral faqat g'olib kelguchiga bo'ysunadi. Qara, bu eng chiroyli moral bu urushni kuzatyapti. Bo'ldi, ularni avara qilmaylik, ketaylik. Yur. Endi qaysi hayvonni qo'g'laymiz? Qoplan aka dema, endi qaysi hayvonni izlaymiz? Hayvonni izlamaymiz, suv manbasi izlaymiz. Bunu da shundoq qilaylik. To'g'ri, bu cho'qimsining 6-sezgi. 6-sezgi degan nima? 6-sezgi, bir xil bevosita sezgi. Buni aniq tushuntirish tez. Bundaq sezgi bo'rakning cho'nqur qatlamidan chiqadi. Sababini digil bo'lmaydi. Faqat bevosita sezgimizga taynimiz. Shunga ba'zi to'g'ri, ba'zida xato chiqadi. Faqatim xato emas. Men 6-sezgimga tayandim, to'g'rimi? Kesib aytasan bag'in. Bevosita sezgimga tayan. Gapimni esingda ching tut. Faqat bo'l. Onun qarab baqay. Ey. Serkan abiyle kadar Aslan koymuş. Ondan hücum kılacak. Şundan kolay. Vay can. Bir qo'shqanimdek kashkin. Men bu nasimizda o'g'irlik qildi. Yolg'on. Ben boshqalarni qanday qo'ymatishni o'rgatdilar. Voy meni qo'yvatgan, sen ben qo'yvatgan. Xato qilibman. O'rmon shoyi Serkan men bu ishqilonni tutishni buyurgan. Qo'ysilmasqa ilojim yo'q. Bu qo'rqinchoq. Boshqalarga do'ngimashdimisan, ha? Hakim aka. Şu emasmi? Endi ular kelanmaydi. Qo'rqma. Rahmat Simba. O'g'ri ha? Unutqanma, Serkan alilarga bo'ysungan. Unaqa deb qo'y. Men cho'bog'anda ulardan cho'qib intiqom olaman. Yo'qol. Deganlaringni yetkizma. Endi qo'rqma. Bundan keyin men sana hamroh bo'laman. Ha? Simba, yaraysan. Nima olibsan? Rahmat. Sen qanday qo'rqding? Programma birinchi darsni o'tayotganda tuyuqsiz. Nima? Xatarga yo'l qolganini his qildim. His qildingmi? Programmani 6-sezgi deydi ekan. Shundaqmi? Seni xatarga yo'l qolganini o'qitdim. Optop qoqnayli bulamdı. Ha, yaxshi gap bo'ldi. Men birdan ko'zimni yumbalay, bek yerib ketdim. Yana og'riyotamdi. Yo'q, xil aram berdi.
bir iş qilmaymizmi? Çöplikte yetib kunga qarayli, ha? Ma'qul. Shunday qilaylik. Oo, bek yaxshi bo'ldi. Optop xohlasan yaxshi bo'lib qolasan. Oo. Ko'zimdek og'rib ketdi. Qanday ahvoling? Bu yerga qo'nma, yuzimga bir narsa qo'nmas, chidayolmayman. Biroz sana kunga tikilib qarashga bo'lmaydi demaganmi? Ha? Bu baxatarlik. Kun ko'zingni zaxmlantirdi. Sen jim tur, kunning qudratini o'zim tekshirib boqaman. İxtiyoring, ko'zingni qarg'a qilib olganga o'xshaydi. Uning degani to'g'ri, kunga qarab bo'lib boshqa narsaga qarasa ko'ngil bo'lmaydi ekan. Sen oram og'in, men bu. Mening ishim bekchiq. Sening nimishqa bundoq isiq ekanligingni bek bilgim bor Quyosh. Buni sen mangu bilamaysan. Seni agahlandırıp koyay. Benim hararetim, nurum seni zahmlendirdi. Kızım, ben gözümni yumup alsam seni göreleydiken ben. Mende bitmez, tügümez energiya bor. Simba! Simba! Herkes kaşık tikilip qarama! Qalsam nimishga bo'lmaydi, u mening eng yaqin do'stim tursa. To'g'ri, o eng yaxshi do'stim, ammo uning nuri bek kuchlik. Shundoqmi? Quyosh yorug'lik chiqardi, u bo'lmasa yer shari qorong'ulik cho'midi. Hasharat o'simlik degan narsalar bo'lmaydi. Quyosh turg'un yulduz stansiyamizning podshohi, men sizlarga bir hikoya aytib beray. Mening bir do'stim quyoshga tikilib qaraverib, uzoq qolmay qarg'ub qoldi. O'tliq nurli quyosh, sening kuch qudratingning siri nima? Meni sen qishliq uyqudan uyg'otsan. Men seni istiman, sana hem barliq jonliqqa yordam qilaman. Rahmat sana quyosh, degina sening kuch qudratga erishdiki, siring zodi nima? Seni bilmek bo'lganmi? O seni jazoladi. Hech nimani ko'rolmayapti men. Qo'rqyapti men. Bichora, men darhol doktor Alisni chaqirib kelay. Hozirlik kelaman. Saqlab tur. Alias! Kim o? Alias! Chapsan bo'l. Seni do'stimni yana qapiray. Ma'qul. Ko'zingni Alis ko'rib baqsin. Men ko'rolmadim. O'zini qolay, uni qutuldirib olgin. Ko'rib baqay. Uni saqaytsang, sendan mangu minnatdor bo'lardim. O'zingni besib ol do'stim. Uni cho'qim saqayt qilib bo'ladi. Men ayolimni boqaman, yemaklik deb beraman. Quyosh bir o't shari osmonda turib bizni isitdi. Men senga hamroh bo'lyapman. Sen saqaysan, xotirjam bo'l, qadrligi. Qarama, meni mulozimdim bek azobli. Tushundingmi? Men tushundim. Buni da sabaq qilma. Tabiat qonuniyatiga hurmat qilinglar. Tushundim. Men bugun nurg'un bilmagini oldi. Nishga bilan bildiganlari texmejik, yeniga basanglar, o'gitib qo'yadi. Xo'ja. Xo'sh. Bakteriyaga body, biz qaytaylik. Hamsi yugurayli.
Tez yürüyeli. Tez yugurayli qusqun bek geçip ketdi. Ma'qul. İşkilarning o'yini tugudimi? Kechiring Beri opa, muhim ishim chiqib qoldi. Dinba, sizlar bilan o'ynayolmadim. Men o'rmonlikni ham aholilarni tushunish uchun har kuni o'rganish qilyaptiman. Men texi bizni unutib qoldimikin debdiman. Bu qadrligim, men bo'ldi. Maymunlar arig'i elib urdi. Ha? Urdimi? Sinba nima ish qildi? Sana yordam qilmadimi? Men Bakrona yendiydim. U menga ders o'tadi. U menga har xil puroqlarni purashni o'rgatadi. Bu sen qatnashgan 1-soatlik dars qaraganda yoqtirib qapsan. Shunda men tuyuqsizlab Binbo xatar ichida qolib yordamimni kutayotgan bo'lishi mumkin deganni his qildim. Bu 6-sezgi. To'g'ri, men shunday dedim. Sen ba tushendi. Oldingi 5 sezgi yo'qtiribla 6-sezgi ba bo'ldi. Hozir purashnimi tushendi. Shundaq. Sinbaning deyishicha, bugun uning purashni o'rgatibsan. Sinba cho'qim dadisidek. Ali janob, Batur, cho'ng bo'ladi. Qo'rqdingmi? Ha, u maymunlar bek eskigan. Aral, ukang bilan berib olsin chaqirib kel. Ma'qul, tez berib tez kel. Ma'qul. Men borman. Do'stlar, baldirib qaytib kelinglar. U soqiyammi? Saqiydi. Sizlar yana birga o'ynaysizlar. Rosma? Sinba, dadistakli Batur. Shunisi joyida jim turmaydi. Aldırmaylı. Turmuş onu o'zgartirdi. Sinba turmush o'rganishga boshladi. Do'stlari uningga har xil sezgilarni ishlatishni, ish qilganda oqibatini o'ylashni, boshqalarni hurmatlashni, inoq o'tishni o'rgatdi. Undaq bo'lsa, Sinba qarindoshlariga, do'stlariga qanday muomalada bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ramiz.